Biz o'tgan darslarda sizlarga aytganimizdek, bugun birgalik nisbat hamda harakat nomini qanday aniqlash yo'llarini ko'rib o'tamiz. Bizga ma'lumki, birgalik nisbatda ham sh ish bor, harakat nomida ham sh ish qo'shimchasi bor. Ikkalasini qanday farqlaymiz? Birgalik nisbatni aniqlashimiz uchun fe'l asosiga birgalik nisbat qo'shimchasi sh ish va undan keyin zamon, shaxs son qo'shimchasi qo'shilgan bo'lishi kerak. Ya'ni o'zi birgalik nisbatda bajaruvchi ish harakatni bir o'zi emas, ko'pchilik birgalikda amalga oshiradi. Demak, mana shundan kelib chiqsak, birgalik nisbatimiz fe'l asosi sh ish hamda zamon, shaxs son qo'shimchasi qo'shilishdan hosil bo'lar ekan. Masalan, o'qishda fe'l asosi birgalik nisbat qo'shimchasi hamda de ham zamonni ham shaxs sonni ifodalashga xizmat qilyapti. O'qishda, kimlar o'qishda, ular o'qishda, bolalar o'qishda deyishimiz mumkin. Bu yerda ish harakatni ko'pchilik amalga oshiryapti. Fe'l asosi sh, zamon, shaxs son qilib chizib ketamiz. Harakat nomida esa harakat nomi birgalik nisbatdan farqi shundaki, bu ham fe'l asosi va undan keyin sh ish qo'shimchasi. Sh ish qo'shimchasidan keyin egalik, kelishik, ko'plik qo'shimchasi kelganligi uchun birgalik nisbatdan farq qiladi. Ya'ni harakat nomi fe'lning otga xoslangan shakli. Xuddi harakat nomi otni vazifalarini, qo'shimchalarini qabul qilishi mumkin ekan. Bu yerda qo'shimcha sh ishdan keyin egalik, kelishik, ko'plik qo'shimchalari ishtirok etsa va u xuddi otga o'xshab vazifa bajarsa, bu harakat nomi hisoblanadi. Masalan, bu yerda ham o'qi asosini olsak, o'qimoq degan fe'lga sh qo'shimchasini qo'shdim, o'qish bo'ldi, bu harakat nomi. Endi egalik qo'shishim mumkin. O'qishim yaxshi desam yoki kelishib qo'sha olamiz. O'qishga bordim. Masalan, o'qishlar joyida desak, ko'plikni ham qabul qilishi mumkin. Ya'ni formulamizga e'tibor berasiz. Fe'l asosi sh ish qo'shimchasi va egalik, kelishik, ko'plik qo'shimchasi ishtirok etsa, buni biz harakat nomi deb olishimiz mumkin.